Salom bo'lya, sizlar bilan har doimgidek Ferzuniya. Bugungi videomizda qishlog'imizni obzor qilib beraman. Qishlog'imni, ya'ni New World qaytga kelib qoldim. Tushunmadim, qani chiqib ketamiz bu yerdan. Ibik tun bo'pti. Tunda sizlarga yaxshi ko'rsam edi. Shuning uchun davaychi qilamiz. Nima deydi? Uxlaymiz. Eshik yopaman. Uxlayman. Sizlar ungacha kanalga obuna bo'ling. Mana shu personajim turguncha. O bolalar turib oldik. Endi eshikni yopib chiqaramiz. Endi ha bo'ldi. Bugmi? Minecraftning buglari. Mana bu meni uyim bo'ladi. Minecraft buglarsiz yasha olmaysan-da. Mencha uyimni yaxshilab ko'rmagan bo'lsangiz, hozir ko'rsatib beraman. Bu meni eshigim. Kiramiz. Bu yerda tort bor. Bu meni kompyuter bo'lishi kerak edi, lekin kompyuter qila olmadim. Bu yerda esa damlamalar ishlaydigan narsa. Mencha uyimni ko'rdingiz. Ochamiz eshikni. Mencha o'zim do'stlarimga ham uy tayyorlashim kerak. Qatdan kirding sen? Qatdan kirding meni do'stimning o'yinga. Do'stimning uyiga. Ozodbekni, ya'ni Ozodbekning uyiga nimaga kirasan? Mayli, davaychi ochamiz. Mer, janob mer. Ana bu yerda bir bola ko'chib ketdi-ku. O'chadi. Uyini menga bering, please. Yo'q, senga bera olmayman. Nimaga? Men boshqa birovga berib bo'ldim. Yaxshi. Babi kibrsiz mer, babi kibrsiz. Davaychi yuqoriga chiqib ko'ramiz. Chiqma meni uyimga. Mayli. Kibr-ku baribir kibrlarning yoniga bormaymiz. Shuning uchun bo'llar, dayt aryanga boramiz. Nimaga quduqda suv yo'q deganlar uchun. Mana bu yerni ochsa suv chiqadi. Shuning uchun suv yo'q. To'g'rilab qo'yaman keyinroq. Dayt pastga tushamiz. Bu yerda esa bu yerda nima bor? Bu yerda sizlar uchun kerakli bo'ladigan arendachi bor. Dayt tepaga chiqamiz yana. Tepaga chiqamiz. Jito. Qishloqi aholi bu yoqqa. Qishloq aholisi bu yerlarda yurmaslik kerak. Nimaga sen bu yoqqa o'ta olmayapsanmi? O'tolmayapman. O'tizvar. Qulingmanmi men seni? Baqirmaymiz. Kreativman. Bolalar, sizlarga skinimni ko'rsatish esdan chiqibdi. Mana meni skinim. Ko'rdinglarmi? Darmi? Endi meni mana bunaqa qaranglar. Orqamdagi ana bu belgini qaranglar. What the fuck? Ko'rdinglarmi? Zo'rmi? Skinni birovga berishni xohlasanglar, postga joylab qo'yganman. Postga kirasizlar. O'sha yerda skinni anonsi bor, galeriyaga kirasizlar. Keyin ish qilib qo'yib olasizlar. Arendachi ham shu yerda turibdi. Fuck. Bu bizning qishloqda bu bunaqa jitalash uchun o'rin yo'q. Shuning uchun davaychi keting bu yerdan. Nargi dunyoga ketishga shoshilyapsiz. Siz. Bo'ldik. Uxladi u ham. Endi bolalar, sizlarga qishlog'imni ko'rsatsam. Merni uyini obzor qilish kerak edi-yu. Mayli, mer kechirasiz. Men sizdan so'ramay ham uyingizni obzor qilishga majburman. Baqirmang, bunaqa yirtilavermang. Mayli bolalar. Bu nima bo'lib? Tushunmadim. Mayli, sandig'ini ochqa. Bu ham yo'q ekan. Mayli, mana bu ortiqcha narsalarimizni shu joylarga solib ketamiz. Bizga umuman kerak emas. Hozir bolalar, mana shu narsalarni solib olay. Bo'ldi, mana shu ikki narsa turaversin, menda kerak emas. Bolalar, buni qaranglar. Mer har doimgidek puldan qisgan. Shuning uchun bu yerlarga ham ozgina narsa qurdirib qo'yibdi. Mayli-da, endi nima ham derdik. Uy chiroyli bo'lsa bo'ldi bu merga. To'xtanglar. Bolalar, merning uyida kamchilik ko'rdim. Bu nima deganlar uchun uni bosganda, ya'ni nima deydi? Zvonok bu bossak mer biladi. Kiraver dedi bu. Mana shunaqa eshikni manda sindirgandek taq aytib yurmaydi-da. Shuni bossa kiraveradi, bo'ldi. Mer salom deydi. Keyin qishlog'imizni areallarini ham tekshirib beraman sizlarga. Mana bu joylarda bolalar qisqa uylarni menimcha olib tashlash eng zo'r usul bolalar. Mana bu meni uyim zo'rmi yoki yo'q? Boshqa uy tanlaymi yo'qmi? Mana bu uyni tanlaymi, bu uyni tanlaymi? Buni ham kommentariyalarga yozib qoldiring, please. Bu o'rmonlar ham bor. Iltimos menga mayli do'stim kelganda o'sha Ozodbek
do'stim bilan o'ynab video chiqaraman sizlarga. Bu yerlarda ustun qani? Davaychi ustun qo'yib chiqamiz. Bu yerlarga ham ustun kerak. Har bir uyda ustun bo'lishi kerak. Mana bu uyni olib tashlasam bo'lardi-da. Hech kim yashamaydi unda. Aholilar ham bitta kamayib qolganmi deyman-da. Voy tofa, bo'lla mana shu joyda videoni tugataymi deyapman-da. Obzor qiladigan hech nima qolmagandan keyin tugataman-da ya. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yish unutmang. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, negerlarim, please. Plus biz yaqinda 50 ta bo'lishimiz kerak. Nimaga 35 dan tepaga ko'tarmayapmiz?